o'yindan tashqari holat yo'q. Vodar o'zi bilan to'pni egallab oldi. Nahotchi? Afsus va madomat. Oldingi uchrashuvda terma jamoamiz vakili Bu ana shu futbolchini Muhammad Jarrohni kutib oladigan futbolchi topilishi kerak. Buni gol deyiladi va Kuvayt terma jamoasi vakili. Zarba! Imkoniyatlar uyushtirilyapti va sabab bo'ladi degan umiddamiz. Zarba yo'q. Futbol muxlislari 1-2 Server Jeparov o'zining mashhur salto kulbitini namoyish etkazib berildi. Shirshov! Zarba! Shat. Uchrashuvni kuzatayotgan futbol muxlislari o'rinlar. Qadrli futbolchilar, Maksim Shatskiy oyog'ida to'p bo'lishi mumkin. Ko'ngilda gol. Xotun janoblari endi O'zbekistonda navbat Bahraynga deb yozib qo'yishdi. Sabr deyiladi. Hamma qadrli futbol muxlislari bir-birimizga so'z berib